Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun yaxshi kayfiyatda klientimiz uylariga tashrif buyurganmiz. 7 ta MDF eshigi hamda ko'cha eshiklarini qilib berganmiz. Videoda oxirgacha tomosha qilinglar. Video manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Like, kommentariya kutib qolamiz. Manzilimiz Chalchiqda svetofordan shunday kirishlar bilan 10 qo'ldagi domga qilib berganmiz. 2-etaj. Qani ketdik. Mana shunday chiqishimiz bilan ko'cha eshiklar qilib berganmiz. Bu eshigimiz kodli eshik hisoblanadi. Отпечатка ochiladi. Mana bizning qo'limiz qo'yilmagan, o'sha hisobiga ham ochilmaydi. Buni hozir endi kod terib ochsa ham bo'ladi. Kodini terib ochib kiramiz. Reshyotkani bosamiz. Eshik ochiladi. Aziz obunachilar, mana shuna ko'cha eshigi olganlaringda sizlarga tavsiya qilamiz. Mana shuna qilib klyonka qilib o'rab qo'yishing kerak. O'zini klyonkasi bo'ladi, bermaysizlarmi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, beramiz. O'zida bo'ladi, faqat bu yetmaydi. Ustalar asosini chiqarib ketgandan keyin eshiklarni qimmatga olasizlar, tatimaydi. Shu hisobiga ham yaxshi klyanka qilib o'rab qo'yinglar. Mana bu kodli eshigimizni ichki tomonida mana kamerasi bor. Ko'cha tomonida olib beradi. Sensorda ishlaydi. Hamma yoqlar pulasalang bo'ladi. Mana otsalang ham bo'ladi. Mana ichkariga kirishimiz bilan solo degan eshiklar qo'yib berganmiz. Qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Biz mana ko'rsalang bo'ladi, klientimizga tavsiya qildik. Mana shuna tillo moldinglari bor edi bu eshigimizni. Shu tillo moldinglariga mana gold rang zamor qo'yib turib kombinatsiya qilib ishladik. Juda chiroyli chiqdi. Ko'rsalang bo'ladi. Keyin yana bir narsa, misol bizni razmerlarimiz standart bo'ladi. Standart razmeriga tushadi biznikilar. Akamlarda joylari bo'lsa baland ekan. Bo'ylarini o'ch ekan, o'shani hisobiga ham biz ikkitalik nalishni qilib berganmiz. Bitta nalishni yopmaganligi uchun ikkitalik nalishni qilib berganmiz. Mana shunaqa sharoitlar ham bor. Biz ba'zi bir joylarda shunaqa qilib ham qo'yib bersak bo'ladi. Shunaqa qilib mana bu yerdan boshlaylik. Mana sanuzelga qo'yib berganmiz. Ichkariga ochiladigan qilib qo'yib berganmiz. Jicha bardakka e'tibor bermaysizlar, chunki hali to'liq bitgani yo'q ekan uyimiz. Mana kirsalang, kirishlaring bilan mana biz daborli qilib berganmiz. Dabor nima degani? Mana ko'ryapsizlar, mana bu eshikning korobkasi. Bu eshikni ushlaydigan detali bo'ladi. Dabor nima? Mana bu devorning qalinligi. Devorning qalinligi korobka tushgan bag'i ochiq qoladi. Ochiq qolgan joyini mana o'zini materiali bilan o'rab berganmiz. Mana shu narsani dabor deyiladi. Mana u tashqarisida turgan ramkalari bo'lsa, u nalishniga hisoblanadi. Nalishni hisoblanadi. Chiroyli holatda bitgan, mana ko'ryapsizlar. Mana bunisini ham ko'rsalang bo'ladi. Dizayniga ahamiyat beringlar, juda chiroyli ishlangan. Ichki tomonidan ham mana olib ko'rsatsangiz bo'ladi. Biz mexanizmlariga katta ahamiyat beramiz. Mexanizmi deyman, petlalari o'sha originalidan ishlatilgan, original petlalar ishlatilgan. Mana bu yerda ham ko'rsalang bo'ladi. Ichkariga kirsak, mana ko'ryapsizlar, o'zi shovqin tezda pasayapti. Bu eshiklarimiz shuma izolyatsiya, tepla izolyatsiyalari ham bor. Deylik, bu uy shovqin bo'lib turgan bo'lsa, shunday yoqamiz, shovqin o'zi kirmaydi. Mana ko'rsalang bo'ladi. Sanuzelga ham qo'ysa bo'ladimi deb savol tug'iladi ko'pchilikda. Shib ketib qolmaydimi eshik deyshadi. Mana akalar ko'ryapsizlar, mana sanuzelga qo'yyapmiz. Bu birinchi marta, oxirgi marta qo'yishimiz emas. Buni har doim qo'yib kelamiz, kerak bo'lsa o'zimizning uylarimizga ham qo'yganmiz. Shib ketib qolmaydi hech qanaqa eshik. Eshik qachon shib ketib qoladi? Eshik 24 soat hammomiz parlanib tursa, aralaridan buni ekoshponi-ku, PVH plyonka o'sha vakuumda yopishtirilgan plyonkaning arasiga namlik tortilib, hali kleylari bo'shab ketadi. O'shani hisobiga ham shib ketib qoladi. Sizni hammomiz 24 soat parlanib turmaydi. Erta dimoxotlari bo'ladi, yaxshi qilingan bo'lsa, konkret qo'yinglar. Biz garantiya ham beramiz, sifatiga javob ham beramiz eshikni. Mana ko'rsalang bo'ladi, juda chiroyli holatda ishlangan. Eshiklar yoqqan bo'lsa, o'sha ko'p aytamiz, Dvermaxga murojaat qilinglar deb bekorga aytmaymiz. O'zimizdan qilib ham tavsiya qilamiz. Chunki biz chiroyli chiqish tarafdorimiz. Eshigingiz qancha chiroyli chiqsa, bizga shuncha yaxshi. Siz o'zingiz uyingizga qo'yasiz, kerak bo'lsa ukangizga maqtaysiz, amakingizga maqtaysiz. O'sha orqali bizga klient keladi. Bizga narxi, qanaqangisida emas bizda gap. Chiroyli bitirib berishda. Biz shunisi bilan ustunmiz klientlarimiz tomonidan. Mana ko'rsalang bo'ladi, juda ham chiroyli chiqqan. Klientimizning o'zlariga ham manzur bo'lgan bu eshiklarimiz hammasi oq rangda qilib ishlangan. Bu magnitli zamok. Buni shunday itarishingiz bilan o'zi tortib oladi. Mana qaytib bosasiz, ochiladi. Bu shunaqa holatda ishlaydi. Mana bu yerdan bitta spanni, bu yerga ham qo'yib berilgan. Ko'rsalang bo'ladi. Chiroyli ishlangan. Xullas akalar, mana shunaqa videolarni bundan bari ko'proq chiqaramiz. Sizlar uchun albatta bizni kuzatishda davom ettiringlar. Sizlar uchun harakatdamiz. Like bilan kommentariya esdan chiqmasin. Sizlar bilan Abdulloh bo'ldi. Sihat salomatlikda, yaxshilikda ko'rishguncha xayr akalar.
And if you hear this sound, then go and bend your back. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. Exactly. DJ, please turn up the bass to the max. Exactly. Please just rewind, let me shake it to the max. Exactly.